Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. 11-iyundan boshlanadigan Jahon chempionati uchun terma jamoalarning yakuniy tarkiblarini e'lon qilishda davom etamiz. Amaldagi jahon chempioni Argentina terma jamoasining bosh murabbiyi Lionel Scalonining yakuniy ro'yxatidan quyidagi futbolchilar joy olgan. Darvozabonlar: Emiliano Martinez, Aston Villa, Angliya; Juan Musso, Atletico Madrid, Ispaniya; Jeronimo Rulli, Marsel, Fransiya. Himoyachilar: Nahuel Molina, Atletico Madrid, Ispaniya; Gonzalo Montiel, River Plate, Argentina; Cristian Romero, Tottenham, Angliya; Leonardo Balerdi, Marsel, Fransiya; Lisandro Martinez, Manchester United, Angliya; Nicolas Otamendi, Benfica, Portugaliya; Nicolas Tagliafico, Lyon, Fransiya; Facundo Medina, Lens, Fransiya. Yarim himoyachilar: Leandro Paredes, Boca Juniors, Argentina; Giovanni Lo Celso, Betis, Ispaniya; Rodrigo de Paul, Inter Miami, Amerika Qo'shma Shtatlari; Thiago Almada, Atletico Madrid, Ispaniya; Ezequiel Palacios, Bayer, Germaniya; Nicolas Gonzalez, Juventus, Italiya; Nico Paz, Como, Italiya; Alexis McAllister, Liverpool, Angliya; Enzo Fernandez, Chelsea, Angliya; Valentin Barco, Strasburg, Fransiya. Hujumchilar: Julian Alvarez, Atletico Madrid, Ispaniya; Lionel Messi, Inter Miami, Amerika Qo'shma Shtatlari; Lautaro Martinez, Inter, Italiya; Jose Manuel Lopez, Palmeiras, Braziliya; Giuliano Simeone, Atletico Madrid, Ispaniya. Ma'lumot uchun, Argentina terma jamoasi guruh bosqichida Jazoir, Avstriya va Iordaniya terma jamoalariga qarshi maydonga tushadi.